Assalomu alaykum barchaga do'stlar. Bugun agar kim gulga qiziqadigan bo'lsa, mana uyda bizda ham gullar bor ancha-muncha, bir 6-7 ta. Men buning otini bilmayman to'g'risi nima. Men bu ham nimadir, qoshiqcha gulmi, dollar gulmi, nimadirdir-da. Men bu endi geran bu hamma biladi-ku. Men buni ham otini bilmayman. Men buni Hadicha maktabda qilib kelgan. Mana shu narsani. Mana shu zo'r. Qiziqaman mana shunga. Tak, bugun endi geranni qanaqa qilib uy sharoitida ko'paytirish. Buni ham suvda ko'paytirish mumkin ekan, ham nima deydi, men udobreniyada, tuproqda. Endi suvda ham bemalol ekan. Mana hozir bittasini qirqib oldim. Men prosta video boshlashdan oldin qirqib oldim. Mana ko'ryapsizlar, ildizni qirqib olasizlar. Keyinchalik men bargini olib tashlaymiz. Ustki qismida bir 2 ta 3 ta qolsa bo'ldi. Hozir endi mana ikkinchisini ham qirqamiz. Tak, mana ikkinchi shoxchasini ham qirqdim. Buni qalamcha usulidadir ekan, qalamcha, chirinka. Buni mana где-то 1 soatdan 2 soatgacha quvib qo'yish kerak ekan. Qurish kerak ekan. Undan keyin olib, bitta stakanga yoki biroq idishga suv quyib turib, shu suvga solib qo'yilsa, 2-3 haftada ildiz ochar ekan. Mana hozir bir ko'rsalaring. Mana bu yerda yaqinroqqa qil. Mana bu yerda mana tekis kesilgan mana hozir ikkalasi ham. Mana chirinka tekis kesilgan. Buni suvga solib qo'yishdan oldin mana sal qurish kerak. Hozir 1-2 soat aytganman, keyin buni sal qiya qilib kesish kerak. Ana qiya qilib kesib turib, keyin suvga solib qo'ysa, ildiz ko'proq ortish darajasi ko'payar ekan. Kimada nasacha bor. Mana Saida topdi, bitta nimadir nasacha bor. Keyin, tak, iloji boricha xonada quyosh nuri qattiq tushmaydigan joyda yorug'lik bo'lsa asosan yetar ekan. 20 gradusdan 25 gradusgacha bo'lgan issiqlikka qo'ysa, shu 2-3 haftada o'sha ildiz otar ekan. Undan keyin shu suvga solib qo'ygan bo'lamiz. Suvga solib qo'yamiz, ildiz otadi, keyin undan keyin anaqangi tuvaklarga ekamiz, xudo xolasa. Kim gulga qiziqsa, like bosinglar, yozinglar, sizlar ham geran ko'paytirganmi, yo'qmi? Geranni qanaqa foyda, qanaqa ziyon taraflari bor? Men eshitgandimki, mana shu geranni yog'i, mana bu yog'dan olib har xil atir qiladi-ku mana. Ana shularga ishlatar ekan deb eshitgandim. Agar sizlar ham shu haqida ma'lumot bilsanglar, yozib ketinglar. Sog' bo'linglar. Nashi домашний цветы. Men sizlarga. Ana, mana saytlarga beryapti mana. MNDenschalar.